Fermerlar hamda dehqon aka-opalarimiz davri keldi. Do'stlar, ularga ushbu xabarimni maksimum darajada yuborib qo'ying, albatta foydali bo'ladi. Davlatimiz tomonidan ularni qo'llab-quvvatlash uchun juda ham katta miqdordagi moliyaviy resurslar yo'naltiriladi. Video xabarimni oxirigacha eshiting, ko'ring hamda o'zingiz uchun ham saqlab qo'ying. Do'stlar, 2026-yilda davlatimiz tomonidan g'alla yetishtirishni moliyalashtirish uchun jami 4 trillion so'mlik, paxta yetishtirishni moliyalashtirish uchun jami 13.1 trillion so'mlik, meva hamda sabzavotchilikni moliyalashtirish maqsadida 1 trillion so'mlik imtiyozli kreditlar beriladi. Shu bilan bir qatorda esa do'stlar, ushbu faoliyat yo'nalishlarini rag'batlantirish maqsadida davlat tomonidan 2 trilliondan ziyod miqdordagi summa subsidiya qilib ularga faoliyatini rag'batlantirish uchun taqdim etiladi. Do'stlar, ushbu moliyaviy yordamlar 2026-yilning 1-martidan boshlab amaliyotga joriy etilishi, tatbiq etilishi belgilab qo'yilgan. Mana bu hujjatda ko'rdingiz. Ya'ni Prezidentimizning 2026-yil 16-fevraldagi 22-sonli farmoni asosida taqdim etiladi. Ushbu kreditlarni, imtiyozli kreditlarni, aniqrog'i, hamda subsidiyalarni olish tartibi to'g'risidagi batafsil ma'lumotlarni mana bu yerda ko'rdingiz. Telegram kanalimga joylab boraman, o'tib bemalol tanishib borsangiz bo'ladi. Do'stlar, va yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Chorvachilik uchun, chorvador aka-opalarimiz uchun, baliqchilik sohasidagi, limonchilik sohasidagi aka-opalarimiz uchun ham zo'r imkoniyatlar, imtiyozlar taqdim etiladi. Ularni keyingi videolarimda aytib boraman, sizning e'tiboringizga havola etib boraman. Shu sababli Kaminaning ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarini kuzatib boring, o'zingiz uchun foydali bo'ladi. Berilayotgan imkoniyatlardan maksimum foydalaning.